shekilli. Quyonimiz tug'di. Onasi mana yo'llari bilan bolalarini yalab qo'yibdi. O'sha mashhur ona quyonimiz. Bugungi sana 29-aprel kechqurun. Aynan 30 kun oldin xuddi shu kuni quyonimiz qochirtirgandik. Pasti xuddi shu soatlarda. Quyonimiz bolalarini hali sanamadik. Ertalab sanab yana video qo'yamiz. Quyonimiz yaxshi tug'ib oldi. Suvi hamda yemlari. Endi hamma po'choq deyish mumkin, yem emas, tagida yemi bor o'zim. Quyon uchun alohida spets ko'rimlari bor ichida, tagida. Endi keyingi o'smir quyonimizni ko'rsatamiz. Bu ham уже ona bo'lishga tayyor bo'lib qoldi. Qochirtirsak, xudo xolasa bu quyonimizni ona bo'lib qoladi. O'zingizlar bana baho beringlar. Ona bo'lishga уже tayyor bo'lib qoldi menimcha. Bo'ylari o'sib, uzunlashib, veslarni oldi. Mana 20-quyonimiz. Mana. Keyingiklari 2,5 kilo adashmasam 2,5 kilo bo'ldi hozir bu. Hozirgi holat 2,5 kilo. Yana 20 kundan keyin xudo xolasa bu quyonimizni qochirtiramiz. Erkak faxr quyonimiz bor. O'sha quyonimizga qo'yamiz buni. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Yana qiziqroq videolar olishga harakat qilaman. Bo'lmasa tamom.